Bu aslida sekret edi. G'ijduvon tumanida bir bino quraylik. Oddiy bino bo'lmasin, faqat qaysi dom, ana falon dom bo'lmasin. Uzoqdan ko'rinadigan, odamlarni tilida yuradigan va nima deydi, mahalliy va xorijiy turistlarni bir jamlaydigan, selfie qiladigan, bir mag'rurlansa bo'ladigan, G'ijduvon shahrini bir simboliga, bir narsasiga aylanadigan bir uy qurish niyatimiz bor edi. O'sha Yevropani aylanganimda har xil soatlik binolarni ko'rdim va o'sha soatlik binolar oldida rasm tushamiz-da ko'pincha. Qaysidir masalan o'sha Makka shahriga ham borsangiz, soatni tagiga keladi, o'shani foniga yoki uzoqdan o'shani oldida rasm tushiladi. Parijda ham shunaqa binolar ko'p. Londonda ham hammasi Big Ben'ning oldida borib soat, masalan, mostning oldiga borib tushmaydi, lekin o'sha soatning oldiga borib tushadi. Xuddi shunaqa g'oya bilan Yevropadan kelib, men soatlik bino qurishim kerak deb qasd qildim va Minorai Kalondan sal yuqoriroq bo'lsin deb niyat qildik. Xudo xohlasa, ana sovetlardan o'tdi, kengashdan shu 2025-yilda qurilishini boshlaymiz.